Videoga e'tibor berasizlar. Sariq yongandan keyin men o'tyapman. O'sha o'ngga qayilib ketganimdan keyingina qizil yonyapti. O'shanda ham menga qizilga jarima keldi. Bu jarima bilan men sudga berib yoki tortishib o'tirgim kelmadi. Jarimani to'lab yubordim. Qaranglar, gap bunda ham emas. Viloyat vohadan yozishyapti menga. Aka, men Toshkentga borib kira qilmoqchiman. O'zingiz necha pul topyapsiz? Desam, 300 ming, 400 ming topamiz shu yerda. Akalar, oilalardan ketib, shaharga kelib, qiynalib, probkalarda yurib, birovni ko'yniga qarab yurgandan ko'ra o'sha yerda maza qilib o'sha 300 ming, 400 ming topib yurganingiz yaxshi. Men mashinani yaxshi haydayman. Ishtiraplarga tushmayman deydigani ham. Qaranglar, podiznak chaqirishyapti, 5 minut, 6 minutda chiqishyapti klientlar. U 5-6 minut ichida yoki ko'chada terpiylar yozib ketadi yoki tepada kamera turgan bo'lsa podiznak yozib ketadi. U podiznak yozib ketgandan keyin nima bo'pti? 2 kun itda ishlagan pulingizni ham yetmayapti jarimani to'lash uchun. O'shaning uchun ham akalar Toshkentga kelib kira qilishni maslahat bermayman sizlarga. O'z uying o'lan to'shaging deydi-yu. Shunaqa gap xullas kalom. Akalar charchab qolmanglar. Men ham jarimalarga tushaman. Joninglar sog'